Turkiyada saraton kasalligi uchun davolangani kelgan bemorlarimiz uchun davolovchi doktordan tashqari davolanayotgan shart-sharoitlari ham juda ham muhim. Ya'ni muolaja olayotgan joyi, sharoiti eng katta rol o'ynaydigan joylardan bittasi. Hozir sizlarga Turkiyadagi klinikalardan bittasining sharoitlarini ko'rsatib o'tamiz. Bemorga ximioterapiya yozilgandan keyin birinchi ishimiz kelib bemorning danlarini beramiz registraturaga. Registraturdagi qizimiz esa hamshira beradilar bizga. Hamshira esa hamshiralar uchun maxsus stolga kelib, ya'ni bu stolda bam tortmachalarda maxsus instrumentlar bor, hamma narsa bor. Bu yerda bemorning barkodlari bo'ladi. O'sha barkodda yozilgan dorilar hammasini tayyorlab, undan keyin buni olib bemor yoniga boradi. Hamshira stolini olib keladi. Agar bemor chet ellik bo'lsa, har doim yonida tarjimoni bo'ladi. Klinikadan maxsus ajratiladi. Men o'zim ham sherik bo'laman. Bemorga hamma qog'ozlarga, tushuntirish qog'ozlariga tarjima qilinib qo'l qo'ydiriladi. Qo'l qo'yib bo'lgandan keyin bemor o'tiradi va maxsus apparatga dorilar osiladi. Dorilarning soati bor, soati kelganda o'zi chiyillab turadi. Mana bunaqa buton bor. Agar bemor o'zini yomon his qilsa, buni bosadi va hamshira sразу keladi yoniga yordam berishga. Xonaning sharoitlari shunaqa. Mana bu kreslo yotadi, oyog'i chiqadi. Undan tashqari televizor ishlaydi. Bemor uchun bu yerda oyoq kiyim, tepada yostiq va adyal bor. Agar qulab qolsa, oyog'ini uzatib uxlashi mumkin. Hech kim kasal bo'lmasin inshaalloh. Kasal bo'lgan taqdiringizda ham agar imkon bo'lsa, yaxshi joyda va yaxshi doktorlarning qo'lida sog'lig'inglarni asranglar.